Demak, ma'lum bo'ldiki, haqiqiy insonni dindorligi axloqida bilinadi. Endi o'g'illarni uylayotgan insonlarga nasihat. Payg'ambarimiz aytdilarki, qiz bolani 4 ta narsasi uchun inson o'zining nikohiga oladi. Ya'ni qiz bola 4 ta sifati uchun unga uylaniladi. Birinchisi nima desa, nasabi uchun. Ya'niki nasabdor, yaxshi insonlarni, hurmatli insonlarni qizi ekan deb odatda bir qizga sovchi bo'linadi. Ikkinchisi chiroyi uchun. Chiroyli qiz ekan, qaddi qomat kelishgan ekan deb bir qizga inson sovchi bo'ladi. Uchinchisi boyligi uchun. Rasa bizga bop ekan, mol dunyoli, toparman tutarman oilani qizi ekan, bizga to'g'ri kelar ekan deb bir inson dunyosi uchun, boyligi uchun bir qizga sovchi qo'yadi. To'rtinchisi dedilar payg'ambarimiz dini uchun. Bunda ham axloqi uchun degan gap bor. Dini va axloqi uchun sovchi bo'linadi bir qizga. Hadisning oxirida payg'ambarimiz aytdiki, ey qo'ling turpoqqa qorishgur. Odatda turpoq barakani ramzidan sizlar. Bu gapdan murod, ey qo'ling baraka topgur, dindori, axloqlisiga uylangin dedi payg'ambarimiz oxirida. Qiz bolaga 4 ta narsa uchun uylansa bo'ladi. Nasabi, chiroyi, mol mulki hamda axloqi, diyonati uchun dedilar-da. Oxirida ey baraka topgur, baraka topaman desang, o dindorga uylan dedilar. Endi bunga bitta misol aytamiz. Bir kelin oldingizda, shunday bir nasabli kelin. Shunday bir chiroyliki, misli yo'q go'zal. Qishloqni qo'ying, shaharda tengi yo'q qizni. Shunaqangi go'zal bir qiz. Boyligini aytmaysinmi endi? Nihoyatda bir dunyosi o'ziga yetarli bir qiz. Lekin dindan uzoq, axloqi yo'q. Oldingizda kelinlik bo'lib xizmatingizni qilayotganda taq etkizib choy piyolasini qo'yib oldingizga. Ko'chaga insonni ko'rganda ko'zlarini o'ynatib oladigan bir liboslar kiyib, tor yoki ochiq liboslar kiyib ko'chaga chiqib ketayotganda, "Voy kelin" yoki eri aytsa, "Voy ayolim bunday ko'chaga chiqib bo'lmaydi. Unday qilmang" desa, "Men o'zim bilaman" deb ko'chaga chiqib ketayotgan bo'lsa, tatiydimi? Yoki eriga bir so'z aytsa, erini yuzini yulib olsa, shatta gapir. Qaynonasiga itoat qilmasa, "O'zim bilaman, aralashaverasizmi ishimga" desa, chiroylik, nasablik, boy badavlat shunaqangi kelin tatiydimi sizga? Agar yuzingizga shuni sachrab turgan bo'lsa, zahar tatimaydi. Chiroyi ham, boyligi ham, nasabi ham bir tiyin deysiz. Bor uyingga deysiz agar. Chunki bunaqangi qiz bilan yashab bo'lmaydi. Lekin buni teskarisi. Bir axloqli, bir dindor qizki, lekin oddiy oilaning qizi. Chiroy chimmati ham yo'q, qorachadan kelgan. Burni puchuq, qulog'i kattaroq. Shunaqa qiz. Hamda davlati ham yo'q, kambag'al bir qizi. Ona voy uyingizda shunaqangi xizmat qilyaptiki, otajonim, onajonim erini boshiga ko'taradi, har bitta aytgan gapingiz buyruq, shunaqangi orasida sarishta, tili shirin, xizmatlari go'zal, avratlarini yopguvchi, erini rozi qilguvchi, erini ko'nglini olguvchi, shunaqangi bir qizda rozi bo'lmaysizmi? Insof bilan ayting, rozi bo'lmaysizmi shunaqa qizga? Rozi bo'lasiz. Ana shu odobi, ana shu diyonati haligi hunayligini ham yopib oladi, bosib ketadi. Kambag'alligini ham yopib ketadi. Oddiy oilaning qizi ekanligini ham yopib ketadi, ko'zingizga ko'rinmaydi. Siz uchun malikadek, eng zo'r qizdek, eng zo'r kelin bo'laveradi. Demak, ma'lum bo'ldiki, azizlar, o'g'il uylar ekanmiz, qiz chiqarar ekanmiz. Alhamdulillah bizlar musulmon xalqimiz din diyonatimizdan, odob axloqimizdan payg'ambarimizni ko'rsatmalariga muvofiq o'g'illarimizni uylaylik, qizlarimizni chiqaraylik. Yuqorida aytgan so'zimizni bir isboti. Batahqiq musulmonlar uchun Allohning payg'ambari Muhammad alayhisolatu vassalomning hayotida sizlar uchun eng go'zal o'rnak namunalar bor dedi Alloh taolo. Mana bitta jabhaga biz nazar tashladik. Payg'ambarimizni oila qurishlikda bo'lgan tavsiyalar. Iymonimiz komil bo'ldiki, janobimizning hayotlaridan ibrat olib yashasak,
hargiz adashmas ekanmiz. Alloh taolo bu yoshlarimizni ham xuddi shunday payg'ambarimizni nasihatlariga muvofiq u zoti barakotli ko'zlarini quvontiradigan, oxiratda men ummatlarimdan faxrlanaman degan ummatlar qatorida bo'ladigan bir oila bo'lishligini, hayotlari Alloh taoloning shariatiga muvofiq, payg'ambarning sunnatiga muvofiq bo'lishligini, qo'sha qarishligini, serfarzand, serdavlat bo'lishligini yana chiroyli suhbatlar qilib, duolar qilishligimizni Robbimiz nasib qilsin. Sabr qilib eshitganlaring uchun siz aziz jamoatga Robbimning rahmati, Robbimning roziligi bo'lsin. Alloh barchalarimizdan o'zi rozi bo'lsin. Bu Mavlud oyini payg'ambarimizni eslab, har kuni kulib oilamizda uzotli siyratlarni o'qib, ulamolarni chaqirib, xonadonlarimizda Mavlud shariflar o'qitib o'tkazmoqligimizni Xudo nasib qilsin. Sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amin. Elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulullah. Konuşmamız azalim bir nasihat işte. Avvalo bizga hammamizga zarur bir masala bo'ldiki, albatta mana buni aytgandek, albatta payg'ambarimizning hayotini o'rganish, u sunnatlarni o'rganish, bu payg'ambarimizni axloq, odob hamma sohada o'rganishimizga zarur. Biz mana shu ihsonlarimizni albatta ma'ruzalarni o'qitib, ana shunday ustozlarimiz nomlarini aytib, mana shunday ma'ruzalar qilib eshitishni Allohim hammaga nasib qilsin. Mana yangi oila qurilyapti. Xudo xohlasa, bu Nur Muhammad oilasi mana shunday ajoyib bir oilaki, hammasi ham diniy ma'noda aytganimizdek e'tiqodli, taqvoli insonlar. Mana shu yangi tuzilayotgan nikoh, yangi mana shu yosh mana shunday aytganimizdek, avvalo Allohga bo'lgan muhabbatlari yaxshi bo'lsin. Allah Teala Qur'on-i Karim'e olan muhabbetler yaxshi bo'lsin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallohu alayhi ve sellem'e bo'lgan muhabbetler yaxshi bo'lib, sunnatlarni mahkam ushlab bo'lsa, ulardan ziyod mana shunday odobli, axloqli peygamberimizga axloq qo'shadigan insonlar dunyoga nasib etsin. Mana bu xalqimizdan umri uzoq bo'lsin, rizqi bo'lsin, Allohning ilmidan ham ziyoda qilsin Parvardigorim. Allah mana dinimizga, xalqimizga, vatanimizga xizmatni hech ham shoshilmasin. Zuriyotlardan, shogirdlardan o'zini o'sha bir zabardast olimlar dunyoga qilsin Parvardigorim. Peygamberimizga bo'lgan muhabbatli, Alloh bo'lgan muhabbatli, yurtiga muhabbatli zuriyotlar dunyoga kelsin Alloh nasib qilsin. Juda ham ko'p ahli Qur'onlar, hofiz Qur'on murakkab qorilar dunyoga kelsin nasib qilsin Parvardigorim. Shu Muhammad oilasi mana shunday to qiyomgacha juda ham ko'p ahlinlar dunyoga kelsin Parvardigorim. Shu otalarning jannatga aql, jannatga aql tosh keladigan hofiz Qur'on murakkab qorilar dunyoga kelsin. Hammamiz ham xonadonlar mana shunday payg'ambarimizni hayotini o'rganish hammamizga nasib etsin. Allohumma solli va sallim va barik bi rahmatika ya arhamar rohimin. Bu seneler birlerle. Var mı kamında? Okey tamam. Bu işler var mı? Ha, işleme yapma. Bunu kaldı abi. Yerlerde bobe. Yangi geldi bobe. İçine mi tuturum abi? Tutuyorum kilo. Bolda. Rasa oyunu olma. İşte tutuyorum kilo gitti. Adamı çay golü yaptılar. Akıl yaptım mı dedin? Akıl yaptım. Ekmeğden birisi ama.
Qandaysizlar? Bular katta ishda bu. Esdalikka qoladi shu narsalar. Qachonlardir Bir Mamatga chipga tushirib berib qo'ysam, televizorga qo'yib ko'raveradi. albatta, zo'r bo'ladi esdalik narsalar. Hali ertalabki nimani ham tashlagan ekansiz, cherat. Akalar men keldim. Imkon boricha chiroyli turib berib tursalaring. G'alaba gazetasiga chiqadimi? Ha? G'alaba gazetasiga chiqadi. Yo'q, YouTube'ga chiqdi. YouTube'ga chiqadimi? Mehribon bobo deb yoz. Chiroyli turinglar. Keyin mendan o'pkalab qolmanglar. Ogohlantirib qo'yyapman, rasmlarga olyapman. Azorbek rasmlarga oling, videolarga oling. Gapi bilan olish kerak. Cho'tki gapiryapti. Cho'tki gapiryapti. Alaykum assalom. Qandaysizlar? Qo'limdan kelgan ish mana shu bo'ldi. Keyin ko'rib mendan o'pkalamanglar, chiroyli turib turinglar. Men keldim, chiroyli turib turinglar, chiroyli turib turinglar. Tomona qilib rasmga olib qo'yib, sizda xafa bo'lmanglar. Shunaqa qilasizmi?